5 yoshli qiz ota-onasi shikoyat qilyapti, tobora o'g'il bolaga o'xshab boryapti. Tajovuzkor, ammo bu tarbiyaga bog'liq emas. Bu gormonal buzilish, Budikin virus shakli. Buyrak usti bezi giperplaziyasi shunday kasallik borki, unda o'g'il bola gormoni ko'payib ketadi, qiz bolalar o'g'il bolaga o'xshab boradi. Bizga murojaat qilgan qizimiz ham 5 yosh, tekshiruvlarda xuddi shunday o'g'il bola gormoni baland. Qiz bola 5 yoshga to'lishiga qaramasdan organizm suyak yoshi 10 yosh, ya'ni ilgarilab ketgan, tengdoshlariga nisbatan ancha baland. Buni ota-onasining shikoyatini hozir eshitamiz. Sizni qizingizda nima shikoyat bo'ldi? Sizni nima bezovta qildi? Shifokorga yetaklab kelishgan. Tengdoshlaridan o'yi o'sib, nima bo'lib ketdi? Shu tiklanishlar paydo bo'ldi. Ya'ni qo'l sohasida tiklanishlar Qo'l paydo bo'ldi. sohasida keyin mushaklari uyg'onlashib, o'g'il bolaga o'xshagan nima bo'lib qoldi. Urishyaptimi bolalar? Akalari bilan, bolalar bilan ko'p urushib, ko'proq bolalar bilan o'ynaydigan bo'lib qoldi. O'g'il bolalar bilan o'ynaydigan bo'lib qoldi. Ya'ni o'g'il bolalar o'yinchoqlarini o'ynaydigan bo'lib qoldi. Qiz bolalikdan uzoqlashdi. Bunga sabab esa buyrak usti bezining giperplaziyasi, ya'ni 21 gidroksilaza ferment yetishmovchiligi hisobiga qiz bolalarda o'g'il bola gormoni ko'payib ketadi. Tekshiruvlarda buni aniqladik va davo muolajalar boshlandi. Hozirda qizimiz davoni boshlagan, kuzatamiz. Agar sizda xuddi shunday shikoyatlar bo'layotgan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.